Keling, shu planga biza qo'shimcha elementlar qo'shmoqchimiz. Misol uchun, men eshiklar bermoqchiman, qaysidir qismiga oyna bermoqchiman. Shunaqa ma'lumotlarni qanday qo'shamiz? Yuqorida arxitektura bo'limini o'zida ko'rishlar mumkin, dver bor. Tanlandi. Ya'ni bu arxitektura bo'limida faqat arxitekturaga oid bo'lgan elementlar bor. Biz shu ko'rinishgacha shunchaki faqat dverni o'zi bilan, ya'ni stena bo'limini o'zi bilan kelib, ya'ni dver qo'shimcha qo'shamiz. Dver tanlandi, bizda proyom chiqyapti. Mishkani boradigan bo'lsam, bir marta osadigan bo'lsam, proyom ko'rindi mana. Aytaylik, proyom emas, menga eshik kerak. Men aytdi, eshikning ham turlari bor. Misol uchun, menga deyman 960 ga 2080lik, ya'ni bu 1 metrga 201 lik eshik, chunki 960 deganda 40 mm razmer, shunchaki zazor. Mana bunda 20 mm razmer, bu zazor. Tepa chiqadigan bo'lsanglar, bularda ham xuddi shunaqa. Keyin aytib uchun SLI, SPR berilgan, ya'ni bu pravil levi, ya'ni o'ngga chapga ochiladigan variantlari berilgan. Menga misol uchun ya'ni men yerda berilgan 860 ga 2080, ya'ni bu 900 ga 2001 lik eshik tanlab oldim. Mana bu qismga eshik berishim mumkin, mana bu qismga eshik berishim mumkin. Va eshik tanlanganda buni razmerini men kichikroq bermoqchiman, yuqoridan mana bu kichikroq variantdagi eshikni ham tanlab olishim mumkin. Bu qismga aytaylik, menga deyman 800 emas. Balki menga kamroq masofa qolish kerak. Misol uchun 500 desam, eshik taqaldi tepaga ko'rishlari mumkin. Yoki shunchaki 600 desam, mana yana masofa oldinga biroz qochdi. Bu tanlanganda mana bu knopka yordamida o'ngga chapga o'girish mumkin, yoki shu qismning o'zidan siz o'ngga chapga o'giriladigan boshqa tipni ham eshiklarni olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu eshikni ham agar xohlasam men bunaqasiga pastga tushiraman faqat. Mana bunaqa ochiladigan varianti. Mana bu qism balki 800 desam, mana ko'rishlar mumkin. Boshqa eshik variantlarini ham ishlatishimiz mumkin. Endi menga oyna kerak. Oyna bermoqchi bo'lsam, shu qismda okno bor, okno tanlaysizlar va oknoni olib turib, mana bu qismga men oyna berishim mumkin. Mana. Faqat podokонник bu yoqqa tushishi kerak, naborot bo'lishi kerak. Knopkani bosish mumkin. Mana bu qismda bitta bosamiz, mana. Podokонникli variantimizga tushdi. Endi sal tushiraylik pastroqga va yuqorida 3D vitnosiga bir marta osadigan bo'lsak, mana ko'rishlari mumkin. Bizda hozircha mana shu ko'rinishda forma bor. Unda hozircha stop.